Mana mavu ko'rgan odamning ishtayi echilib ketadigan, ham quvvatli, ham yeyishlik bo'lgan. Go'shni bikaga bergandek etadigan tamoqning ismi jerkop. Jerkopni hozirgacha yeb baxmagan tuqqanlarimiz bormi? Inkas rayoning 3 raqamini besib qo'yinglar. Buni mayli mehmonning oldiga chiqing yoki uyda bolalaringiz etib borang, maqtab turib yeb ketadi. Etli so'lim intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz. Avval go'shni videoda ko'rsatgan bu ish to'g'rab tayyorlab olgandan keyin suvoq silib, bir qaynagandan keyin ko'pikchilarni pakiz elib, go'shni suzib elib olamiz. Undan keyin so'ng piyoz, zanjivil, samsaqni videoda ko'rsatgan cho'nliqda to'g'rab olamiz. Qozoningizga moy qo'yib, bir qo'shiq shakar silib, shakar erib, ko'pikchilar o'rlab chiqqandan keyin go'shni silib qizartib qo'rib olamiz. Undan keyin so'ng piyoz, zanjivil, samsaq solamiz. Undan keyin cho'ng ustamning qo'rdoq tetitqisidan bir bo'loq solib etamiz. Qo'rdoq tetitqisini cho'qim solamiz, bo'lmasa biz ko'zlagan ta'mni tetiyolmaymiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor, qinislan bir ishlatib sinab yiqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Ularni yaxshi bir qo'rib, go'sht ta'mlarini singdirib atgandan keyin sal jiqaroq suv qo'yib olamiz. Undan keyin ochiq chichiq yeyishni yaxshi ko'radiganlar ma'ni o'xshash qurtilgan lazini silib olsanglar, ta'mi bek-bayz bo'ldi ekan. Azroq tuz silib, go'yago silib, taxminan 20 minut atrofida dumlab pishirib olsak, go'shtlarimiz intayin mizlik ham yumshoq pishidi. Go'yago bo'lmasa qozonda sal uzunroq qaynatib pishirib olsanglar bo'ldi. Endi buningga alohida bir saylar ketmaydi. Yangyo yubasay pintozlarni qozonga silib, qozonga azroq tuz silib 2 minut qaynatiblam yubasayni suzib elib olamiz. Endi buni yangyo pishqichi 5 minut qaynatiblam chillarimiz o'sib olsak bo'ldi. Har kuni mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni kutayapman. Izdeganda topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga jiqaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llingizga rahmat. Ajoyib o'xshab ketibdiki, uydagilar yeni bam deb turib yeb ketdi. O'rganib oldingizmi?